Bugungi videomiz Latok bordyurlarni GeoMenu programmasi orqali AutoCADda tochkalarni import qilib, qo'shimcha olingan syomkalarni shu faylga qo'shib chizib chiqish bo'ladi. Kerak emas slowlarni birinchi o'chirib olamiz, tozalab olamiz. Kompyuter ozgina qotyapti. Eski kompyuter. Hozir bu slowda bo'lganligimiz uchun o'chira olmaymiz. Boshqa slowga o'tib, keyin o'chirishimiz mumkin. Ba'zi o'chiramiz. Bu rekonstruksiya bo'layotgan obyektni misolida olinyapti. Turba qoladi, bordyur qoladi, GPS kerak emas. Latok qoladi. Asosan yo'l sohasiga ixtisoslashgan bu yerda ishlanmalar mana bordyurlar, основаниялari, razmerlari bilan ko'rsatilgan. Latok yonda mavjud asfaltni yoni ochib, bordyur qo'yilayotgani, latok qo'yilayotgani, nimalar ishlatiladi? Mana основа tegida shag'al, shebin, kisloy asfalt, beton, shebin, shag'al, mana yo'limiz bu yerda shartli belgilar, условный обозначение ranglar bilan ko'rsatilgan va nomlari yozilgan. Bu yerda metrajlari, qaysi materialdan necha metr ishlatilgan. Metr va metr kvadratda единица измерения. Bu yerda obyektlar, объемlar, то есть. Endi menda mavjud syomka bor. GeoMenuda import точкаga kiramiz. Bu yerda открыть bosamiz. Mana so'rchiq latok bordyur qisqartirilgan holatda yozilgan. Bunga e'tibor beramiz. X, Y, H syomka eksport qilinayotganda apparatdan qaysi holatda eksport qilingan bo'lsa, shuni to'g'rilaymiz. Masalan, birinchi stolbesda Y bo'lsa, mana bu joyga Y qo'yamiz mana. Bunisi avtomatik o'zgaradi, X ga aylanadi. Agar meni misolimda X ko'rinishida bu tochkani nomerini ko'rsatish, numeratsiyasi. Bu sloy, qanaqa sloyga tushirish, bu qanaqa rangda. Xohlagan rangimizni tanlashimiz mumkin. Men yashil tanlaganman. Shu yerda hozir nomer menga kerak emas, men o'chirib qo'yaman. Отметка ham kerak emas. Описание yozganman. Olayotgan tochkamda latok yoki bordyur, truba, har xil narsalar kiritib ketiladi. Bitta syomkani o'zida shunda abris chizmasa ham bo'ladi, agar kichkinaroq joylar bo'lsa. Qulaylashtiradi chizayotgan paytda. Bu tekst balandligi, vысота teksti men buni 10 sm qilaman, sababi nuqtalar bir-biriga yaqin. Balandligi katta bo'lsa, tochkani ko'ra olmay qolishimiz mumkin. Okey deymiz. Mana tochkalarimiz tushdi. Oldingi olgan paytim bu joyli bo'lmagan. Keyin bordyurlarni qo'yishganligi uchun mana hozir mana shu nuqtalarni qo'shib chiqamiz. Hop, men har bir slowga ajratib olganman ish turini, sababi masalan faqat latok ko'rmoqchi bo'lsam, qolgan slowlarni o'chirib chiqaman, bo'ldi. Ish qulayligini ham oshiradi, hisoblayotganda ham adashib ketmaydi odam. Mana bu yerga kelib tugagan latok, hamma narsalar berilgan. Paralelnik kiramiz. Bordyur orqasidan olingan nuqtalarni mana bordyur deb qo'yaman, bordyur. Birlashtirib chiqamiz. Bu tomonda ham ikkitadan nuqta oldim degani meni o'zimning shaxsiy bu metodim. Mana bordyur uzilgan bo'lsa, ya'ni qo'yilish to'xtagan, bu yerda ochiq joy bor va ya'ni keyingisi bo'lsa, shunaqa bordyurdan ikkita nuqta olaman. Davom etayotgan bo'lsa, bittadan nuqta olaman bordyur orqasidan. Mana bu davom etib kelaveradi. Bu yerga keladi. Mana bu yerda mana bu 10 sm dan даже mana yaqin nuqtalarda ko'payib ketgan. Mana bu nuqtaga olib kelib ulaymiz. Bo'ldi. Mana shu shakl hosil bo'ldi. Mana buni ham davom ettirsak bo'ladi. Masalan, bordyur oldi olingan ekan, orqasidan olamiz. Tak. Bu truba, bu latok, bu bordyur bo'lyapti.
uzilgan joylarda ikkitadan olingan. Bir-biriga ulab qo'yamiz. Mana chorrahani shakli paydo bo'ldi. Mana bu yerda ham nuqtamiz bor. Davom ettiramiz. Bu orqasimikan, oldinmikan? Oldingi tochka boshqa apparatlarda olingan tochkalarni o'chirib tashladim. Bu yerda umumiy 2-3 ta apparatlarda olingan syomkalar jamlangan holatda turibdi. Mana chorrahamiz paydo bo'ldi. Buni ham davom ettiradigan bo'lsak, bordyur bu yerga bordyur kelgan, bu yerga chiqqan, bu yerda uzilish bor. Bordyur qo'yilmagan ekan. Hech narsaga qaramasdan turib tushib olsa bo'ladi. Mana holat tayyor. Endi hozir mana shu yerda qancha bordyur qo'yilganligini sразу hisoblash mumkin. Mana to'plam bo'y degan utilit bor. Tanlaymiz. Hozirgi chizgan chiziqlarini belgilaymiz. Bu ramda uzilish bor joydagi bordyur. Buni chizdik, va buni chizdik. Hammasi bor. Probelni bosamiz. Bu o'zi hisobladi. 7 ta obyekt mana ushlandi. Qayerga yozyapti tekstni. Kelamiz bu yerga. 140 metr bordyur hozir chizdik turgan joyimizda. Mana bordyurimiz 3300 metr. Shu joyga qo'shib qo'yamiz. 3391 plus 140.75 okruglik borganimizda 3441.66 bo'ladi. 3441.66. Bu endi mana shu qisman tushunarli bo'lish uchun ko'rsatdim. Bu yerda hamma joyi chizib chiqqandan keyin shu to'plam bo'y utilit orqali hamma liniyalarni belgilab chiqib, bittada bossa avtomatik necha metrligini chiqaradi. Bu ish juda ham qulaylashtiradi. Mana bu yozib qo'ysa bo'ladi. Buning uchun mana bu yerda lotoklarning trubalar hammasi o'chiriladi. Umumiy qilib bitta belgilanadi, poliliniya, probel bosiladi, tanlab olinadi. Faqat mamitlarda ham chizuqlar poliliniyalar bo'lsa ovoradi, iloji boricha mana shu kerakli joyi o'zini zaxvat qilib olish kerak. Shu bilan videomiz yakuniga yetdi.